Kan içideki boğak 5. kısım. Jang Juntao düşmanın iki taraftaki öyde edip peresi kıldı. Şoğunisi hiç tavuş, tirikcan barlıqın delleydiğen sada yok idi. Belkim ölgendir. Bunca vaqt saqqalsı mükemmel bir möcüze bolmamdı. Digellerini köңünden keçirgeç, şundumu ihtiyat bilen qoralını betlep, çırıqını qoralının stoli bilen paralel tutup, on taraftaki öyünün işikidin şiddetlik tez hareket bilen kirip, çaqqallık bilen hemme etrafını gelpügü çekillik köztüp çıktı. Andın karşılıkның yoqlıqqa көz yetip, aldırmayra qaytadan tepsili tekşürdü. Kördü ki bu öydüm ularga tasvirlep birilgen düşman yok. Aksice 5-6 yaşlardaki nevrisini bağırğı besi olgan bir momay kan içide yatattı. Momay özünü bilen nevrisini qoğdaşqa tirişip, onu daldı qılıp turu olganı bilinetdi. Lekin normsuz etilgan oklar onun vijik tenine titin talan qılıp etip, onundan ötkelleri kichik qızның beşinin yerimini uçurup etken. Mыңысының qetiqi yüz tarafga eqib düşken edi. Jang Juntao köңüniň elişqinden bir neçe qetim quruq tay qılıp, beşi pirridi qeyip, tamğa yölünü aldı. Bu manzirga tekrar qarashqa rag'dimi, jur'atimi yo'q edi. Meslerde kalampay dessep, sendirekligençi dalan öyge qaytib chiqdi. U yoqtiki öyde mana shunda xatarlik düşman bo'lishi ehtimoli aniq turadi. Shundaq bolsa-mu, bu bir urush edi. Kim biladi? Belkim u yoqtikisi rostilla bir necha düşman yo'shinib olgan bo'lsa, arqamga burilishim qilib beshimni uchirib etsa. Shularni o'ylab, teni shurkinib ketgan Jang Xitoy yanada chidab, bu o'ygim qarab etishga qaror qildi. Ammo uningda hozir hayot qo'rqinchi tugagandek, aqli ketib qolgandek qiladi. Shunga u qadar jiddiy pozitsiyada bo'lib ketmasdan eransimayra kirdi. Qoralım bek jiddiy bedleklik halda emas, yerim tushirilgan halda edi. Nima qilayotganini ba'zan anqirib, ba'zan yana g'alati aqli tuman ichida yuttirib qo'yayotgandek qiladi. Qoralni jiddiyat bilan betlimidi-yu, qo'lchiriqini bakma astoydillik bilan atrofga tutdi. Uning ko'rgini böşük üstüge artılgancha ölüp qalgan bir ana edi. Öyünün derizlerinden oklar uçup kirişki başlagan haman, bu ana, onlarga begişlangan aşı çeksiz perzent söygüsüdün özünü qurban qılıp, balısını qutquzuş fikrik kelgini ve tini bilen böşükni dalda qılıp turganda şehit bolgan bir qaraştılıp bilinip duratdi. Kaşki, onun aş pidakarlıqqa təsirinlip bolsumu, taqdir onun balısını aman qaldırgan bolsucu. Bir tarafı titilip ketken böşüknün oldurup qalğına qarapla, balının anısıdın mı baldır Allah'ın cennetiga ulaşqanını jazm qilg'ili bo'ladi. Jang Juntao bu halni, bu düşmanlarni ko'rgandan keyin o'zining reallikda yashayotganini yoki tush ko'rayotganini farq qilolmay qoldi. Bu bo'layotgan ishlar hech mumkinsiz ishlar edi. Xalqning partiyasi bo'lgan kommunistlar, xalqning qutqazuvchisi bo'lgan kommunistlar, xalqni baxt saodatga erishishni o'zlarining g'oyasi qilgan kommunistlar bunday qilmaydi. Şoň buni reallik diyelemdi. Bu çoqum qorqunçlıq tuş idi. Onun alğan terbiyesiga göre faqat Yapon alvastilari, jahangirlarla ana shundaq vahşi idi. Ana shularla ayol, qiyri yosh, hayvon yoki odam deb ayirib o'ltirmay qirg'in qiladi. Buni qandaqmi ozodlik armiya deb atilgan xalq askarlari qilsin, bu mumkin emas edi. U uydan chiqibla ho'lda tamg'a yo'langancha o'ltirib qoldi. Uning majoli ketgan. Bu manzillarni ko'rishga endi taqati yo'q. Agar yana mushundaq manzilni ko'rsa, ilishib qoldigandekla edi. Tön hoyla markazda bo'lg'achqa, ang sirtdagi qo'rsha halqisida boshlangan etishma ovozlari xuddi tog'ning orqa tarafidan kelayotgandek anglanadi. Ammo uyqudan yoki g'am ichida uxlay olmaganlar mugdashlaridan cho'chib bosh ko'targanlarida unchalik yiroqdan etilgandek anglanmadi. Mahad qari ayoli bilan yo gaplasholmadi, yo uxlay olmadi. Her ikisi bundaq tatsız minutlarda melike buluşqa Allah bergen budruq oğlu Xalid Bilal'la hep ilişip yetişti. Sözleşkürek nime var deysiz. Bu şundaq minutlardaki nime derdanı bilmeysen, letipi hiç şattı mı, çakçaklı şattı mı, oyunu şattı mı? Her ikisi zikir tesbih içini evzel görgendek balısını päpligeç, eğizir şivir piçirlaydı. Ular uygaq bolğaçqa tunca oq avaz kulaq tüyüdü analğandek boldu. Bu bir tal okның emas, ülgüç etilgan oklarning ovozi bo'lg'achqa yuraklarni shurkindirib etdi. Vaqt qarning ko'ngli darhol eg'ir bir musibatni tuyg'andek bo'lib, yuragi go'pildab urishga boshladi. Ok ovozi yezi markazidan emas, sirtdan anglatdi. Bu demak,
sirtdan yezi qarab zo'r bir qo'shin kelayotganligini dalolat edi. U amdil oqshomdan beri jimliqning sababini tushundi va ixtiyoridan tashqari dahshat besib ketdi. Asli Xitoylar zo'r kuch ishlatib qildigan hujum sababidan yezi markazini qo'rshib olgan saqchilarni chekindirib o'tgan. Qarshi tarafda harakat bo'lmag'achqa mujohidlarning bekordan o'q etib yurmagan jimliqning sababi mana bu ekan emasmi? Bu qitimqisi o'ynashadigan ish emasligi mana men deb turadi. Xitoy undaq möküşmek oynashni uzoq so'zmaydi. Mingpatman eg'irlik bilan birli besib, mejiqin chiqirib usulni ishlatmoqchi bo'layotgani aniq edi. Endi bu qurbonlikning cheki zodi qandoq bo'lar? Mana shundoq o'tirib, o'limni kutmoqdimi tas ish yo'q. Vaqtning ostiligi, go'yo umr ketayotgandek. Bolaning qayg'ish qilib uxlamishi, er-xotin orasida xuddi o'rishib qolgandek gapning qo'lashmishi. Buningdan eg'irroq bo'lmas. Kashki shu bo'ladigan ish bo'libdi ketsa, biroqla qutulsam degisi keladi insonni. Mana shundoq yurakni siqqich kayfiyat ichida kutishda qanchalik vaqt o'tdikin, balkim tangsar bo'lib qolgandi. Nimaliki bo'lmasin, Mahad qari namoz o'qish bilan bir oz vaqt kechirmoqchi bo'ldi. Yarim kechani allaqachon o'tib ketgan edi. Bomdod vaqt bo'lganda balkim deb bir necha rakat nafil namoz o'qib bo'lib, bomdodning sunnatini o'qidi va texichi bola bilan hapilishib o'tirgan ayoliga nimali bo'lmasin, namozni o'qib oldi Zibaxon. O'yga qo'tirib, namoz vaqtini o'tkazib o'tmayli yana. Qo'yinglar bolani. Bola degan birdam yig'lab tursa hech nima bo'lmaydi. Ayoli tahorat alog'li hoyliga chiqib kirgandan keyin qalpuklar bezgakda titrab turib, "Nima ishdi u Mahad qari? Qiyomatmi bu? Osmonda uchayotgan yorug' sho'yinlarni deyman-a? Nimandoqchiq?" dedi. Uning digini gipdak iz qoldirib uchayotgan sonsiz o'qlar edi. Mahad qari uningdan jiqroq narsani bilib turibsa, bu gapning yana bir ta'siri bo'larmidi? Bismillah deb namozingni o'qinglar. Alloh bor, dedi u vaziyat haqida ishonchsizlik bilan. Bir yerga qochib ketamli ya. Salomsan, qochib nagim boraman. Qochsam gunoyim bor deganim bo'ladi shu. Undan ko'ra turaversam yaxshiroq. Alloh saqlasa hech bo'lmaydi. Alloh saqla. Ammo o'zi qarab turib o'limni saqlagandan deyman-a? Bo'ldi, namozingni o'qinglar. Asli Mahad qarida bomdod qilsak qilishim ishonch tugab ketyotdi. Sho'ng u mushunchalik chig'imizda oxirgi namozimizni bo'lsa-mu qazosiz o'qib oldi deb o'ylab namozni o'qiyvergan edi. Balkim bir oz boldirib bo'lishi mumkin. Ammo o'qib olgani yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin.